Merhaba, Mutlular Rozlan. Bugün videomuzda maqsadimiz boy ve kambag'al bo'lish. Demak, biz ketdik. Ay, urma. Og'am, meni boyam qani? Mana u tepasiga yopishtirib chiqarib. Ketdik. Yaxshi do'stlar. Biz boy va kambag'al Bu kishi oxirlasi kambag'al. men boy bo'laman do'stlar. O'zini qaranglar, kichkina o'rab. Mana uyimni qaranglar qanday. Kesin asıl. Do'stlar, mana Asilbek. Bizni fikrimiz bir xil. Bu qutoq bilan birga. Uy quruvdik. Men kattaroq uy quruvdim, bu kichkina quruvdi. Nima kerak? Ayni Do'stlar, biz zo'r narsa quramiz. Asilbek. Urma Asilbek. Zo'r narsa quramiz. Ke, mashina o'tiring. Qara, men zo'r narsa quraman. Mana 3.1dan Asilbek qara. Do'stlar, ana ora qurdik. Endi buni nima qilamiz? Richak bilan portlatamiz. Asilbek o'yindan chiqdi-yu. Asilbek o'yindan chiqdi. Sen gitmezsin. Asilbek qara. Mana uyimga kirganda bitta richak bor, uni bosma lekin. Xo'pa? Uyimda ichida richak bor, ana shuni bosma lekin. Do'stlar, bossang. Jo'ralar, Asilbek ancha qo'ygan richagimni bosmaydi. Bilmasam. İkimiz yiyeceğiz, tamam. Ya ortalan. Yo akalar, hammamiz tamam bo'ldik. Uyimiz yo'q, bechoralar. Faqat o'rtalan men o'zimga uy qursam bo'ladi. O'rtoqlar va salom. Bizning videomiz shu joyida yakun topadi.